Uyda hech kim yo'qmi? Yolg'iz o'zimman. Ha? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Oyi, tinchlik emasdi. Hammasini aniqladim. Siri fosh bo'ldi-ya. O'zim ham shunday deb o'ylagandim. Qismi g'o'lgir xotiningni o'ynashi borligiga ishongandim. Saidani hech qanaqa xushlari yo'q ekan, oyi. Aksincha, keliningiz Nozimaniki bor ekan. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Anchadan buyon gaplashib yurishar ekan. Qo'ysangchi bolam. Boya Baxtiyordan so'rab xonasiga kirgandim. Hujjatlarni qidirayotganimda telefon topib oldim. Ha? Nozima keliningizni yana bitta telefoni bor ekan. Ukamga tegmasdan oldin ham munosabatlar quyuq bo'lgan ekan. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Men ishonmayman. Oyi, bo'lishi mumkin. Baxtiyor bilan hammasini aniqladik. Telefonga kelgan hamma SMS xabarlar va qo'ng'iroqlarni ko'rib chiqdik. Ancha yildan beri gaplashib yurishar ekan. Nozima o'zini siri fosh bo'lmasligi uchun Saidaga tuhmat uyushtirgan ekan. O'zi Saida bir ikki marta menga shuni aytgandek bo'lgandi. Ovsinim kim bilandir juda ham shubhali gaplashadi degandi. Men esa e'tibor bermagan ekanman. Ikkisini orasi yomon bo'lgani uchun menimcha shunaqa deyapti deb o'ylabman. Voy tavba qildim. Bolam, endi nima qilamiz? Ukang Baxtiyorga nima bo'ladi? Biz ham bilganimizda oyi qotib qoldik. Baxtiyorning ahvoli juda ham yomon. Hozir uyga kelyapti. Ish qilib xotinini bir balo qilib qo'ymasin. Yo'q. Nozima onasinikiga ketgani yaxshi bo'pti. Bor haqiqatni bilganimizni unga o'zingiz ayta qoling. Yaxshisi-chi, bu uyga endi umuman qadamini bosmasin. Men ham keliningizni umuman ko'rishni xohlamayman. Aks holda Baxtiyor uni o'ldirib qo'yishi mumkin, oyi. Tushundingiz-a? O'zingiz yotig'i bilan tushuntiring. Qadamini bosmasin. Kelmasin umuman. Xo'p.